Jim turinglar, primoy efir qolma. Gapiring turinglar faqat. Kun tartibingizni aytib bera olasizmi? Ha, albatta aytib bera olaman. Ertalabdan soat 5 da uyg'onaman. Har kuni turib, podyezdlarni polniy sipraman. Вот это поворот! Jimmy, primoy efirdami? To'g'risini aytganda, qachon? To'g'risini aytaman. Bo'pti, o'zi mana 6-etajda tursak, 6-etajdan birinchi etajga sipirib chiqaman. Onda turasan. Qo'y. Qachon ko'rasiz o'tirganini? Men qachon ertalab turganman? Ertalab har doim 5 turib sipiradimi hech? Padyez sipiraman-ku. Pasta. Shayta sipiragan. Ha, primoy efir qolma. Xo'p deb turing. Sipiraman hamyonni. Sipirganimdan keyin zavtrak tayyorlayman. Ertalab bilinchli qilaman, qiymali. Qachon zavtrak tayyorlaysiz? Men tuxumni men qo'yib beraman. Islomiymi? Keyin obedda hammaga obed tayyorlayman. Mantiq, qozon kabobini pishirib, keyin ishlarimni qilgan ketaman. Keyin Soxta ekansan sen. Sen bashi bu soxta ekanmi? Yo, istoriyaga unaqa istoriya qilgan. Men primoy efir qolma kozmaki, shuncha mana 30 odam kirgan, hamma ko'ryapti hozir. To'g'risini ayt. Qilmaydi ovqat. Qilishni ham bilmaydi. Bo'pti, xo'p, aldadim. Bularni qilmayman. Lekin men tan olib aytish kerak. Har doim uyga ro'zg'orni maqib kelaman. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь... O'zing ishonsan gapingga? Biz nima qilamiz? Biz faqat olib kelgan yeb ichib o'tiramizmi? Keyin desert pishirdim. Hozir desertim pishyapti. Keks pishirganman. Hozir u yong'oqli. Agar bu desert pishiradigan bo'lsa bor, uni pishirgan desertni men yemayman. Nega? Qani keksini bor olib kel, qani bor. Ya pishyapti hozir. Pishyapti. Mana o'rtada istoriyamni ko'rasizlar, istoriyamni qo'yaman. O'shandan keyin pishirganim yo'q qo'yasizlar. Hozir